Homiladorlik 6 hafta do'stlar. Biz aytadiki, vatan uchun nima qilding deydi-da. Bitta narsadan biz faxrlanib ayta olamiz. Vatan uchun biz avlod qoldirdik. Buni biz g'ururlanib, faxr bilan ayta olamiz. Xudo o'zi 12 yil bo'lyapti shunda. 12 yillik bepishlikdan do'stlar 1 oyda bo'ldi homiladorlik. 1 oyda bepishlikdan natija oldik do'stlar. Bu biz uchun jiddiy ham ajoyib. Seni sevaman hayot, nega so'radim? Bugun negaman hayot, seni sevaman hayot, nega so'radim? Bugun negaman hayot. Dushman otgan tosh uchun, har to'kkan ko'z yosh uchun, har to'kkan